Do'stlar, ko'ryapsizlar, devorimizga dekor plastikada beryapmiz. Shu holatda oddiy pinablok urilgan. Bunga hech qanday karkas, gipsokarton hech qanday shart emas. Tekis urilgan bo'lsa, shuni o'ziga qatirib ketsa bo'ladi. Ko'ryapsizlar, ishimiz juda ham qizg'in davom etyapti. Bu yerda tokchamiz bo'lyapti, bu yerda forchka bor. Bularni mana chiroyli qilib o'ziga qatirib ketyapmiz. Bu dekor plastikamiz qalinligi hava bir-biriga kirib chiroyli did beradi bu. Ko'ryapsizlar. Bitta teshiklar joy-joyida ketyapti. Birga bir deydimiz. Hammasi chotki. Oddiy mana, rost oddiy. Juda ham ekonomik variant deb o'ylayman. Buni ortiqcha rasxod qilish shart emas. Bitgan holatni ham chiroyli obzor qilib beramiz. Ishimizga bitta baho berib qo'ysizlar.